Uyg'ur diyorida Xitoy hukumatining erkiy qirg'inchiligi boshlangandan buyon Xitoy doiralari lagerlarga va yoki turmalarga qamalgan urug' tuqqanlarning ahvolini axborot vositalariga oshkorlagan muajiratdagi Uyg'urlarga har xil usulda tahdid solganligi ashu tahdidlarga uchirganlar tarafidan oshkorlangan edi. Amdilikda yana dunyoning har qaysi joylaridagi bir qism Uyg'urlarning mayli u siyosiy faoliyatlarda aktiv bo'lsin yoki bo'lmasin, o'xshashli Xitoyning bu xil chet ellarga yeyilgan chegara halqagan bostirish to'rining tahdidi ostida ekanligi ko'rilmoqda. Radiomizga bu vaqtga kelgan inkaslar va ijtimoiy taratqularga Uyg'urlar oshkorlagan paketlik uchurlarga qaraganda Xitoy istixborot xodimlari chet ellarda yashayotgan Uyg'urlarga bevosita yoki urug' tuqqanlari orqali telefon qilib Xitoy hukumati bilan hamkorlashish to'g'riliq oshkora besim ishlatib kelmoqda ekan. Bu jarayonda Xitoyning maxsus avatgan josuslarimi va shuningdek Xitoy doiralarining besim tahdidlariga bosh egib atrofdagi Uyg'urlar haqida uchur yetkazishga majbur bo'layotganlarmi oshkorlanib kelmoqda. Turkiyaning Istanbul shahri muhojir Uyg'urlar nufusi bir qadar ko'p va Xitoyning Uyg'urlar ustidagi istixborot harakatlari texmo murakkab bo'lib kelayotgan bir joy. Bu navbat Zaytunburnu rayonidagi bir satrashxonada Uyg'urlarning surat va uchurini Xitoy soqchisiga yo'llayotgan bir Uyg'ur naq maydonda pash bo'lgan. 2016 İstanbul'a kelgandan buyon Uyg'urlar ko'proq o'ltiraqlashgan Zaytunburnu rayonida satrashxona ochib, oilasining turmushini qamdab kelayotgan satrash Yasinjon radiomizga o'zining satrashxonasida yuz bergan voqeani pash qildi. Payshanba kunsa soat 5 vaqtida. Shu payshanba deganimiz 11 yanvar, ya'ni Turkiya vaqti, shundaqmi? Shu. Dastlab chiydi-ku mening qishimga qanday men chakastay degan temdagi ukam 3 adam bor 1 soat tugaydi desam şu gapning video qilinglar. Hangi teşekkür dükkanın teşe eynelik olganıki manda qalsam dastlab bir tatqinni tutmaptım ha. İkinci qatam teşeğe chiqib bir tatqinni anda tuqib qoldim. Tam dükkanın qo'dlig'iga kelib tatdi. Anda üçüncü qatam dükkanning yon tarafida o'tib video qilinglar. Hangi shunalar qilib hangi o'chirib keldi dedim. Nima qilib chiqgan bo'ldi. Bütün ishni oshkorlagan bo'ldi. Yasinjon ustamning do'konida maxfiy suratga tatgan bu gumonli Uyg'urning yenidan 2 telefon chiqqan bo'lib, uning ismi Husanjon Mutallib ekan. Tatgan rasm va boshqa uchurlarni u do'konning o'zida turib, Xotandagi Xitoy soqchiga avatganligini iqror qilgan. Yana soqchi Xotandagi. Xotanning yerdagi Xumaymanlikini. Qandavlab aloqalashgan. Voy shu menga gapga to'may yuribdi. Uning keyin onamga qilsaldi. Resim tartib yollab berganda bozorda resim bergan zaten sizin kun doyuma chiqishga do'kon nima qilyapsiz-da? Shuni ashta bo'ldi shu aka. Bular topgan menda qilamsan? Ya men majbur ashta qilda alamni ortib. Ya bunday ekanda ishim yo'q zaten. Rasman? Tekst saldi dedi. Her bir adamni yollab bersam bezlidan pul urdi deydi. Qizil baloq qilib atırken gündüzden qanchalik pul olibdimi shu jarayonda? Qachon boshlabdi? Onu depamidi juma. Uni depamidimi? Husayn Mutallibken. Husayn Mutallib. Qachon ketdikan shu Turkiyaga? 2016'da. U o'zining Xitoy soqchilari uchun Uyg'urlarning uchurlarini yig'ishga, Xitoy soqchilari tarafidan onasining go'riga ilinib, tahdid selingashga amalsizlikdan shunday qilishga majbur bo'lganligini aytib, endi hargiz unday qilmaslik haqida va'dalarni berib ayrilgan ekan. Uning telefonda bir xotin soqchisining Turkiya nomeri orqali qo'shgan undidor aloqasi bo'lib, u soqchining to'zaqqa tushgan bu payloqchiga qanday vazifalarni buyurganligimi pash bo'lgan. Sukama ishni boshlaymiz, satrashning ishni bilgan qilgan Mahmud. Satrashnikini darhol qildi. Ananikini Abdulazizligini qildi ukam. Tuyuqsiz bevosita mazkur payloqchi bilan yuzlashgan Yasinjon voqea yuz bergan paytning o'zida nima qilishini, tutilgan mazkur payloqchini qandoq bir taraf qilarini bilmay arisaldi bo'lgan va boshqa Uyg'urlarning maslahati bilan uni qo'yib bergan. Ammo Yasinjon Xitoy soqchilarining maxsus o'zining ismini atab turib, do'koniga jasus avatganligi uni har xil andishalarga selayotganligini bildirdi. Okudum cuma. Hem balalarımdaki hem de 2 balamni men maktab qo'yiga olib salaman. Hamma o'zimda ensardim. Sizlar siyosiy jihatda uncha aktiv emas bo'lsa, shundaymi? Biz namoyishga olsa chiqamiz. Hamda shu. Siz o'zingizni qo'g'dash uchun nima qilmoqchisiz? Yo'q, hech qanday ish qilmadim. Mening anglashimdagi maqsadim
Bişerki muşunda şpiyonluq köson muşunda şpiyon balıqını edip şoňa. Anigida muşunda bu bir satrat jenda bilip bilek edeme bilip dep azaq qoqaydı. Yasinjanning aytishicha, u Turkiyaga kelgandan buyon muşunun bilan 3-chi qitim Xitoy saqchilarining parakandichiligiga uchrashi hisoblandi ekan. Bundan 3-chi qitim bizga Xitoyning tahdidi 3-chi qitim bo'lib qoldi. Her şehirden, her yurtuldan edem çiğgendik menin dokunuma. Maksat aşı benim işede işletmekçi. Mümkün emas men milletimi satmayman. Yasinjanning ayoli Xadicha bo'lsa, Türkiye qonuniy organlarga bu masalani pash qilib, ularning Uyg'urlarning beshiga kelish xavfi bo'lgan Xitoy kommunist hokimiyatining davlat halqigan josuslik tahdididan ogohlantirish tarafdori ekan. Bizler müşahane kelgençakımızdan tartib, izlasak çıkandan telefon kıygan destekten. Ay 19 mu? Şu nimeye çıkan vaktimden de dadamız nimeden mektepte dedi. Dadamdan ismi Osman Mehmet. Ticaretken de aşpezlik kıldı Yezbazar. Şu siz sebeplik tutkan oldu mu dadanızlı mı? Asaslığı nimesi şu oldu hem de dadam 70 net yaşında şu oturmağı çiğgen oldu. Ben sebeplik çiğden. Başka alaydı bir nimesi yoktu. Bizim yerde yoluşum satraşkan açkandı ki asaslık mevsit hem de. Bizim bir işletmese de şunun ne kulağa okşaydı. Geri katımlık planımda bir basılan yok tüytürü bu yılına bizge işlep vermeyen kendi pemdeşten kıygandım dep kallamış şu nemeli kırıvaldı çoğu meneki. Kaç yaşlardaki balken o sizlerin resim tatkan? 96 yıl to'g'lab ekan. Hüseyin Mutallab deb yozildi. DT deb nima chiqargan rapor var ki bu bana aqchi kirgan bor ekan. Bu DT degine ma bu heroin anonikin şu meskildigan narkoz modda ishlatganimni ekan, ishlatgan rapor ekan-ku. Bu yerdan bir qonun bor davlatda hamda sotga bersak Turkiya sotuduğunun nimkesi bularga ish eslindi. Hem Uyg'ur imzoyimizni etib mushunda Xitoyga satgan biz Uyg'ur millatini Xitoyga satayotgan xoin Müşahedemi canımız başta tehdit uçuratıdı depmanda bizge sahip çıkış gerek. Xitoyning ko'zi bizga haqiqatan tikililik berdi. Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishi 2021-yil oktabrda oilangiz bedel to'laydi. Xitoyning erkin demokratik davlatlardagi Uyg'urlarning shaxsiy uchurlarini nazorat qilishi va ularga qo'rqinch selishi sarlavhali 65 betlik dokladni e'lon qilgan edi. Mazkur dokladda 19 yil ichida Xitoyning 22 davlatdagi birinchi darajalik davlat xalqigan bostirishining ziyonkashligiga uchragan 5530 misol ko'rsatilgan. Parakandichilikka uchragan Uyg'urlarning sonining tekshirib aniqlangandan ko'p bo'lishi mumkinligi ta'kidlangan. Mazkur dokladda muajiratdagi Uyg'urlarning ahvoli bundaq xulosalangan. Chet eldagi Uyg'urlar ojiz bir to'pluq. Ular faqat tor texnikalarga tayinib oilasi bilan bo'lgan aloqasini saqlashga tirishadi. Kishini afsuslantirdigini ularning oilasi bilan bo'lgan aloqani saqlab qolish orzusi sababidan ular Xitoy davlatining qo'rqitishiga tehdidiga ve her türlü parakandichiligiga uchurmoqda. Egilishimiz jarayonida o'nlagan Uyg'urlar dunyoning har qaysi joylaridan radiomizga uchur yo'llab, o'zlarining yaqinqi yillardan buyon to'xtamay Xitoy hukumatining telefon orqali tahdid qilishiga o'zlari uchun xizmat qilmasa, urug' tuqqanlarning avargarchilikka qoladiganligi haqidagi tahdidlarga uchirganligini bildirgan bo'lsa-mu, o'zi va boshqalarning bexatarligidan andish qilganligi uchun ziyorat qilishimizni rad qildi. Bu tahdidga uchragan Uyg'urlardagi o'rtaqlik shuki, ular asosan o'zlarining yurtidagi ota-onasi va urug' tuqqanlari bilan bo'lgan aloqani uzib qo'ymaslik orzusida yonfoniga undidor va TikTokni qachilaganlar ekan. 2013-yildan boshlab Turkiyaning Anqara shahrida yashayotgan asli yurti Qog'iliqlik Abdukerim Türkiye garajlarını bulup, özünün Türkiye'ye kelgandan buyon Xitoyning shu xil tahdid telefonlardan qutulanmay kelganligini, dastlab onasini görüge ilib, onasi orqali besim ishlatgan bo'lsa, 2020-yili onasi o'lib ketgandan keyin uning parakandichilik selishini to'xtatmay, qarindoshlarining bexatarligini pash qilib tutib, tahdid selayotganligini oshkorladi. Qog'iliqdagi Xitoy saqchilari undidor orqali Abdukerimga uning onasi hayot vaqtida va mundaq taktikalik tahdid uchurlarini yo'llagan ekan. Endi sizning va'da nimishli aldirash orqangizda bizning xabarimiz var deb o'tamiz. Endi har qancha aldirash bo'lsangiz, onangizdan bekroq aldirashma emasdi. Onangizning duosini edishdan, onangizning xizmat qilishdan ulug' cho'nishmaydi. Azraq avvalda so'rab qo'ydigan, ansiradigan bir kayfiyatmi yo'q sizda? Minnat onangning oyog'ida degan gapni 3 tiqdim deydigan bir hadislar bor. Bilma opangizga avvalning mushtarak vaqtida sal avval so'rab qilib qo'ying. Qog'iliqning saqchilari Abdukerimning onasi 2020-yili o'lib ketgandan keyin bo'lsa, yana uning peshini qo'yib etmay, mundaq tahdidli so'zlarni avatgan. Elim degan yosh qunda qayrig'imda bo'ldi onangizmi? Tugab ketganimizda uyda qolganlardan bo'lsa, menimcha bizim vaqt o'rlashib qilsak, azroq bo'lsin hayotlikda tiriklikda ham shuni tuqqanmanki. Bir alavani so'rab o'tib ketsam az demakchi.
Uyghur Kişilik Hukuk Quruluşuning direktori Ömer Qanat Efendi ziyoratimizni qabul qilib, Xitoy hukumatining muajiratdagi Uyg'urlarga qaratgan bu xil davlat halqigan bostirish va parakandichiliklarning Türkiye'de emas, Uyg'urlar yashayotgan har qaysi davlatlarda o'xshash mavjud ekanligini, bo'libmi Turkiyada texmi eg'ir holda davom qilayotganligining bir qancha xil sabablarini mundaq tushuntirib o'tdi. Albatta bu yerdagi Uyg'urlarniki boshqa davlatlarga qaraganda qiyinchiliklar ko'p. O'zlariniki bir aniq va turaqliq bir nimaga ega bo'lolmaganligi, statusga ega bo'lolmaganligi, hayot kafolatga ega emas, hech qanday bir jihatdan kafolatga ega emas. İqtisadi jihatdan ojiz, muhtoj, urug' tuqqanlar qiyinchiliklar. Turkiyadagi Uyg'urlar boshqa yerdagi Uyg'urlarga qaraganda texmi bir iliqi. O'shunday ishlarda Xitoyniki qo'li uchib qoldigan ahvollar bu yerda balki boshqa yerda bu ko'proq. Xitoyning chet ellarga so'zilgan qora qo'lini va taktikalarini oshkorlagan Yusufjon Ahmad 2018-yil oktabrdan boshlab Turkiyada matbuotlarga chiqib, o'zining Xitoy tarafidan oilasining go'ro'ga ilinishi sababidan 2016-yil 6-oyning oxiridan boshlab Turkiya Afg'onistonda Xitoyga ishlashga, ya'ni Uyg'urlar ustidan jasuslik qilishga majburlanganligini fosh qilgan edi. Yusufjon 2020-yil 11-oyning 2-kuni kechda Istanbulda noma'lum kishilar tarafidan qasdga uchrab meyib qilib qo'yilgan edi. Ayni vaqtda u Turkiya Istanbul shahrining Avcılar rayonida orqasidan 2 pay o'q tegib yaralandirilgan. Bu delo yana davomli tekshirilayotganligi ma'lum. Ammo bu voqea Turkiyadagi Uyg'urlarning texmi zo'r andishalarga solganligi ma'lum. Xitoy hukumatining davlat halqigan bostirish usullari xalqaro qonun qoidalarini buzib tashlab, erkin demokratik davlatlarda yashaydigan nurg'un Uyg'urlarning asosiy qonunli huquqiy, so'z erkinligi va tinch namoyish qilish huquqiga daxl tarz qilganligi Amerika va boshqa demokratik davlatlarning diqqatini tortmoqda. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI Xitoyning chet eldagi parakandichilik harakatlariga qarata tekshirishni kuchaytmoqda. Yaqinda FBI Amerika ijtimoiy taraqqi supsi Facebook'ga e'lon chiqarib, Xitoy hukumatiga bog'liq bo'lgan Amerikadagi yomon g'arazlik organlarning parakandichilik qilishi yoki raqamlik iz qo'g'ilishiga uchirgan Xitoy tilli kishilarning darhol o'zlari bilan aloqa qilishini talab qilgan edi. Amerikadagi Uyg'ur Kişilik Hukuk Qurulushi direktori Ömer Qanat Efendi Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlarining Turkiya hukumat doiralariga ma'lum qilib, Xitoyning Uyg'urlarga cho'nqurlab qora qo'lini so'zishining oldini olishining taxirsizligini, Uyg'urlarning Turkiyada bexatar va xotirjam yashashiga ko'ngil bo'lishni talab qilishning navbatdagi jiddiy hal qilishga tegishli masala ekanligini eskartdi. Turkiyadagi jamiyatlar hukumatning buni bo'lgan shu ishlarni nima surishtirib, bu haqda ma'lumot to'plab, oxirgi hukumatni deyish kerak. Chunki biz shunday tahdid ostidamiz hukumatimizda. Türkiye'ninki territoriyası. Bunda vakalar bunda tehdit selip ulanı her türlü yollar bilen Xitayga işleşki zorluğun ahvallarının aldığını gelişi mümkün. Ömer Qanat Efendi, Türkiye hükümeti Xitayning davlat halqigan bundaq tahdid ve aşkarı casuslik qilmishlariga zarba berish ve onu to'sish uchun jiddiy tadbir qo'llanishi kerak. Chunki Xitoyning bu qilmishlari yolg'iz Uyg'ur muhojirlarla emas, balki Turkiya jamiyatining bexatarligi uchun ziyonli dedi. O'tgan hafta Uyg'urlar bir qadar zich o'ltiraqlashgan Istanbulning Zaytunburnu rayonidagi bir Uyg'ur satrashxonasida xufiyani surat va videoga elib, Xitoy soqchisiga yo'llayotgan bir gumonliq Uyg'urning naq maydonda pash bo'lishi chet ellardagi Uyg'ur jamoati orasida zo'r g'ulg'ula qo'zg'adi. Darvaqa dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar orasida, jumladan Amerikadagi Uyg'ur jamoati orasidami Xitoyning chet ellarga so'zilgan qora qo'llarining shundoq besimlariga duch kelayotgan kishilar oz emas. Egallishimizcha Xitoy soqchilari ularning vatandagi oila a'zolarini go'ro'ga ilib turib, ularni o'zlari uchun uchur avatishga, ya'ni muhojiratdagi Uyg'urlarning uchurlarini egallab o'zlariga yetkazishga majburlaganligi, hatto turli usullarda tahdid selib, qo'rqatganligi ma'lum. Halbuki shundoq bo'lishiga qaramay Xitoyning qiltig'iga tushib, o'z qarindoshlari va yurtdoshlarining uchurlarini Xitoyga ta'minlagan yoki Xitoyga sotgan quloqlarning tutilishi kamdan kam bo'lmoqda. Bu voqea yana bir jihatdan muhojiratdagi Uyg'urlarga Xitoy hukumatining chet ellarda yashayotgan har qanday bir Uyg'urni bo'sh qo'yib etmaydiganligi, ularni har vaqt nishonga ilib,
uçur toplashga urindiganligidan iborat bir reallikni his qildirmoqda. Oxius nomli O'rta Osiyo ishlari jamiyati Amerikadagi Uyg'ur kishilik huquq qurilishi bilan birlikda 2 yil avval oylingiz badal to'laydi. Xitoyning erkin demokratik davlatlardagi Uyg'urlarning shaxsiy uchurlarini ta'qib qilishi va ularga qo'rqinch selishi sarlavhalik dokladni e'lon qilgan edi. Mazkur dokladda Uyg'urlarning Xitoy hukumatining davlat halqigan bostirishining eng muhim nishoniga aylanganligi, Xitoyning bu xildagi chegara halqigan qo'rqitish va parakandichilik selish qilmishlarining ko'pinchisining xabar qilinmaydiganligi, shundaqli parakandichilikka uchragan Uyg'urlar sonining tekshirib aniqlangandanmi ko'p bo'lishi mumkinligi tilga ilingan edi. Oxiusning mazkur dokladni tayyorlashga qatnashgan yordamchi tadqiqotchi Nataliya Hall Xitoyning dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning uchurlarini yig'ish doirasini kengaytirayotganligini bildirdi. U bizning buning xavfi haqida so'rgan savollarimizga ilxat orqali javob qaytardi. U javob xatida Xitoy hukumatining muajiratdagi Uyg'urlarning kundalik hayotiga munosabatli bu xil uchurlarni yig'ish orqali zoda nima qilmoqchi bo'layotganligining texnik sir ekanligini, ammo bu uchurlarning Xitoyning davlatlik sonliq ma'lumot ombiriga yo'llanishi mumkinligini o'ttirib qo'ygan. U yana Xitoyning bu uchurlarni yana ilgirlagan holda chet ellardagi Uyg'urlarni qo'rqitish yoki axborot to'plash mashg'ulotida vosita qilib ishlatadiganligini taxmin qilishning tas emasligini bayon qilgan. Nataliya xonim javobida yana Turkiyadagi Uyg'ur satrashxonasida yuz bergan voqeaga o'xshash ishlarning chet ellardagi Uyg'ur jamoatiga ilib keladigan salbiy ta'siri haqida to'xtalgan. U mundaq deb yozgan: Məhəllə casusluğu doklad qılınmaydı. Şuna bundaq uçur toplaş dairəsinin qançılıq yeyilğalıqıga bir nima demək təs. Amma yüz bəgəligi məlum bolğan məhəllələrdəki Uyğurlar bu xil vəqələrinin şu məhəllədəki Uyğurlarning ijtimoiy və mədəniyyət yığılışlarını azaytışdək pasib təsir etganligini bildirdi. Bu xildagi vəqələrning təsirida Uyğurlar bir-biridan gumonlandı. Uyğur cəmiyyəti arasidagi o'zaro ishonchning bundaq yimirilishi jamiyatga ig'ir ta'sir ko'rsatdi. Uyğur jamiyatining ijtimoiy qurilmasini buzdi. Nataliya xonimning tushuntirishicha, Xitoyning chet ellarga so'zilgan jasuslik harakatlari kuchlikroq bo'lgan va ma'lum qilingan joylarning ko'pinchisi Uyg'urlar o'ltiraqlashgan joylar ekan. Oxiusning sonliq ma'lumot ombirida Uyg'urlar ko'proq o'ltiraqlashgan Avstraliya, Yaponiya, Norvegiya, Shvetsiya va Turkiya qatorliq davlatlarda Xitoy uchun axborot to'plashga majburlangan 8 delo xotirlangan bo'lib, bu delolarning ko'pinchisi 2018-yildan boshlab yuz bergan ekan. Egallishimizcha, Amerikadagi Uyg'ur jamoati ichida Xitoyning chegara halqigan qora qo'lining tahdidiga uchrab, uchur ta'minlashga qistalganlar oz emas ekan. Amerikada turishliq Qalbinur G'ani xonim Gorildagi Xitoy soqchi amaldorlarining bevosita tahdid selishiga uchragan Uyg'urlarning biridir. U Xitoy soqchilarining o'ziga va oilasiga qilgan tahdidlarni qaysarlik bilan matbuotlarga pash qilish orqali Keyin ocham nega podkastda so'zlagan yoqda 2019 bo'ldi, men 10-oyda. 2020-yili 5-oyda bo'lsa aloqalashib qo'ygan. Ondan bo'lgandan keyin bular xiyolda iliqamda meni yaqinsin to'xtaydi, jamoat anasini yaqinlashib qo'ydik debchi. Keyin men tarim ochamni qo'yib qo'ysam, 2020-yil oxirida men bizda kompyuterdan ko'rishgan keyin angemda aloqa qildim. 2021 bir yilda chaqaloq qildi. Chiroyli qilib qanaqa bular. Lekin qachon kaman mashinalar asfaltlarni qo'limiz o'ngshaymiz, ajazli qo'yib beramiz-da. Aytganlikka. Aytadiganlar men bir ikki joy kasamadim. Ajazli shu sajanda sanjilik ikkinchi ayollar turmusi yo'qolib turmagan shagirdga tikishgan. Andan bularning berimiz 5 azayt kirayan bo'ldi. 17 yildan 12 yilga. Men dedim, ajamning buni ayolsgan agetrasini qo'yib berish kerak deb cho'ntirgandan keyin bir medianing chiqishiga chiqqan bilan bular faqat ishonishib ketdi. Qalbinur o'zining 3 yildan buyon Xitoyning har turli tahdidlarga uchrab kelayotganligini, yaqindan buyon Korildagi Xitoy soqchilarining yana uning yashinib qolgan onasini avar qilib, vositliq tahdid silishga boshlaganligini bildirdi. Anamni pek qiynab ketdi, bular biz ketdi. Acamızın qo'limizda, acamni bir chiqishni hargiz kalqama, gapimizni anglamay turib turibdi. Buni deganda shundan o'ylab baqsam, bular meni puldagi kishiga aylantirmoqchilar. Biz gapimizni anglasangiz edi. Ayda men Amerikaga kelgancho, men Amerikada yashayotganman. Agar qo'yib qansam, Birlashgan Davlatlar Tashkilotining iltimos qilma, undan satman texnik medialar aloqa qilishmadi.
Qalbinur xanım bularning hammasini vaqtida Amerika hukumatining munosabatlik organlarga va matbuotlarga bildirib kelmoqda ekan. Halbuki xilma-xil bisim va manfaatlar oldida Xitoyning tahdidlariga bosh egib, uchur to'plash yoki ma'lumot yetkazishdek jasuslik yo'lini tanlaganlarning borligini nazardan saqit qilishga bo'lmaydi albatta. Ularning Uyg'ur jamoati tarafidan qattiq ayblanayotganligini ijtimoiy taratqulardimi ko'p uchratqili bo'ladi. Muajiratga Uyg'ur jamoati, Uyg'urlar butkul millat gavdisi bilan Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga uchrayotgan bugungi kunda har qanday bir Uyg'urning mayli qandoqli bisimga duch kelishidan qat'iy nazar Xitoy uchun qo'lchumoq bo'lishini hargizmi kechirgili bo'lmaydi deb qarashmoqda. Xitoy hukumatining davlat halqigan josusligi va buningga munosabatlik bostirish usullari xalqaro qonun qoidalarini buzib tashlab, erkin demokratik davlatlarda yashayotgan muhojirlarning qonunliq haq-huquqlariga ig'ir daxl ta'viz qilganligi, shundaqla shu davlatlarning bexatarligiga tahdid ilib kelayotganligi uchun Amerika va demokratik davlatlar buningga qarshi tadbir qo'llanishga boshladi. Amerika Federatsiya tekshirish idorasi FBI Xitoyning chet ellardagi parokandachilik harakatlariga qarata tekshirishni kuchaytirmoqda. Yaqinda FBI Amerika ijtimoiy taratquchisi Facebook'ga e'lon chiqarib, Xitoy hukumatiga bog'liq bo'lgan Amerikadagi yomon g'arazlik organlarning parokandachilik qilishi yoki raqamlik iz qo'g'lishiga uchragan Xitoy tilli kishilarning darhol o'zlari bilan aloqalashishini talab qilgan. Federatsiya tekshirish idorasi Oxios to'g'ri bergan yozma bayonotida davlat halqigan tahdidlarni nurg'un taraflardan hal qiladiganligi, buning ijtimoiy taratquv e'lonlarini, o'xshamagan tildagi tahdid, qo'rqitish qo'llanmalarini, shundaqla FBI'ning to'r betini o'z ichiga oladiganligini bildirgan. Xalqaro kishilik huquq tashkilotlaridan kishilik huquqni kuzatish tashkiloti Xitoy bo'limining oliy tadqiqotchisi Maya Wang Xitoyning chet ellarga so'zilgan josuslik qora qo'lining ta'siri haqida ziyoratimizni qabul qildi. I think there's evidence that the Chinese government has used spies to monitor communities in exile for a very long time. You're right. I think that kind of spying activities perhaps has become more intensive. Uzundan buyon Xitoy hukumatining muajiratga Uyg'urlarni josuslikqa qistashga urinib kelayotganligi oshkorlanib kelmoqda. Bo'lib-mu yaqin yillarda ularning josuslik harakatlari texmi jonlanmoqda. Chet ellardagi Uyg'urlar bu xildagi josuslik harakatlariga ogoh bo'lishi lozim. Muajiratga Uyg'urlar Xitoydan necha ming chaqirim yiroqda bo'lishiga qaramay, Xitoy ularning vatandagi yaqin urug' tuqqanlarini go'rga elish orqali ularga besim ishlatib, kontrol qilishga urinib kelmoqda. Hatto ba'zi Uyg'urlar o'zlarining yurtlaridagi yaxshichoq bo'lib ko'ringan mahalla soqchilarining va'dalariga ishinib qolishi mumkin. Ammo ularning Xitoy hukumatiga bog'liq xodimlar ekanligini unutmaslik kerak. To the Chinese government, even when you are thousands of kilometers away from Beijing. Maya Wang bu haqda yana mundaq deb ta'kidladi. I think a very straightforward thing for anyone who has felt that kind of pressure to spy is that they should contact the authorities. Har bir odam o'zining shaxsiy uchurlarining bexatarligini qo'g'dishi lozim. Albatta, urug' tuqqanlarning bexatarligini o'ylaganda Xitoyning besimlariga qarshi harakat qo'llanish oson emas. Ammo mushu xil tahdidga uchragan nurg'un Uyg'urlarning oilasi bilan aloqa qilishni to'xtatganligi ma'lum. Muajiratga Uyg'urlar Xitoy tarafidan josuslik qilishga qistalganida o'zi uchragan tahdidlarni turishliq davlatlardagi hukumat o'rinlariga va qonun doiralariga bildirib, muvofiq qo'llanish tadbiri elishi lozim deb qarayman. They should definitely contact the police, contact the Ministry of Foreign Affairs. Programmani Gulchehra tayyorladi.